Assalomu alaykum aziz muxlis. Endi to'p Rossiya maydonida. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Ukrainaning o't ochishni to'xtatish taklifini Rossiya tomoniga yetkazilishini aytdi. Rossiya Ukraina urushining borishiga sharhlar ekan, Rubio bu urushning harbiy yechimi yo'q ekanini aytdi. U urushni tugatish va AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan qo'yilgan tinch maqsadni amalga oshirish yo'li muzokaralar orqali o'tishini ta'kidlab o'tdi. Davlat kotibining so'zlariga ko'ra, bu aynan Tramp ko'rmoqchi bo'lgan ssenariy. Ammo biz muzokaralar olib borishimizdan oldin tomonlar bilan bir-biriga qarata o'q uzishni bas qilish kerak, dedi u. Uning aytishicha, Ukraina bunga rozi. Keyingi qadam buni Rossiya tomoniga yetkazish bo'ladi. Rubio Rossiya tomoniga Ukrainaning ijobiy nuqtai nazari bo'lgan o't ochishni to'xtatish taklifini yetkazishlarini aytdi. Umid qilamizki, ular ha deb javob berishadi. Endi